odamlar bir oydan beri Time Real firmasining kremlaridan foydalanib kelishyapti. Ularga juda ham yoqqanidan bu firmada ish boshlamoqchilar va boshqa ayollarni ham go'zallashtirishga harakat qilmoqchilar. Qalay bo'ldi? Bir oyda ishlatib ko'rdingiz firmaning kremlaridan. Juda ham yaxshi tarafga o'zgarish, yuzim quruq bo'lgan. Har doim yaxshi brendli original kosmetikalardan foydalanib kelaman. Bu kosmetikalarda juda ham o'zgarish qopti. Yuzingizdan sezilsa bo'ladi. Mana hozir hech narsa yo'q, makiyajsiz yuzlari oppoq, tiniq bo'lib turibdilar. Yoshlariga nisbatan juda ham yosh ko'rinadilar. Yuzlarni tozalab, umvolga yuvib oldik. Endi to'nlarda artib olamiz. Qolgan mikroblarni tozalash uchun va skrab vazifasini ham bajaradi bu tonerimiz. Yuzdagi poralardagi, teshiklarimizdagi hamma mikroblarimizni tozalab beradi. Hozir yuzlariga endi Geliron vitamin serumini ishlatamiz, chunki yuzlarning tonini oqartirib berish uchun. Endi niasinamid vitaminidan foydalanamiz. Bu sviritkamiz yuzlardagi poralarni tozalab va toraytirib berishga yordam beradi. Sviritka yuzimizni oqartirishga yordam beradi. Bu ikkita sviritkamizni qaranglar, yuzlari qanaq oqarib, chiroyli bo'lib boryaptilar va tonlari ham o'zgaryapti ranglari. Endigi navbat kremimizga. Hozirgi kunda eng kerakli kremimiz bu SPF ga. Ya'ni busiz ko'chaga chiqib bo'lmaydi. To'g'risi ko'pchilik odam chiqib ketaveradi, lekin ajinni ham, dog'ni ham eng anaqasi shu SPF gasiz ko'chaga chiqish.